Dostlar, assalomu alaykum. Hurmatli YouTube ko'ruvchilar, bu ekranda gigant uylar bilan Hondo'g'on Mambilat, anan keyin Burg'achim xunajinlar sotyapti dostlar bunaqa. Ko'rdingizlarmi? Sizlarga videoning yurishida bir chetdan ma'lumot beramiz. Like'ni bosib qo'llab turingizlar dostlar. Bugun 18 fevral 2026 yil Chiyov'usti Alamudin rayonuna qarashli Konstantinovka aylanda dostlar. Assalomu alaykum, qalasiz? Assalomu alaykum. Yaxshisizmi? Yaxshi. Tak, bu yerda qancha bor uy, muzov yo'q ekan, torpoqlar, xunajinlar ekan. Xunajinlar. Bunaqa dostlar. Общий qancha bor? 1 2 3 4 5 10 bosh ha? Bunaqa dostlar. Основной Hondo'g'on shvetslar ekan. Arasında bir qara uy, ana bu Mambilatmi, ne bu? Mambilat ha? Toza. Chexiyadan kelgandek. Yaxshi. Birinchi bu gigantdan boshlayinchi, gigantdan. Kelingiz. Bu ne degan? Paroda Shvets. Toza Shvets. Toza Shvets. Evet, birinchi tur. Tak, bu birinchi tug'ut xunajinmi bu? Birinchi. Bunaqa dostlar. Birinchi tug'ut xunajin, toza Shvets. Tak, qancha oylik bo'g'iz ekan ham bu? 8,5 oy bo'lib qoldi o deyim. 8,5 oy ha bular? 10-15-20 kunning ichida to'y etdik. Oh. Jelini qizari уже to'la boshlab turibdi. Tak, bu qanday parodadan qachdi ekan ham? O'zini 6,5 ming so'mlik urug' solingan ekan. İçine 6,5 ming so'mlik urug' solingan ha bu. Bunaqa dostlar, mana qarangizlar. Yaxshi. Жақын bo'z, Hondo'g'on toza Shvets. Tak, bunun bahasini aytaylik sразу. Bunun bazı şu 500 liradan 500 ming so'm. çıktı bazı. 480 mingga satıyoruz. Bunaqa. 500 lira alışı. Kemi bar ekan da o'shanda. Evet. Kemi bo'ladi dostlar. Toza birinchi tut. Shvets deganlar dostlar.